Andijon. Bu nomning o'zida tarix nafasi, tabiat nafosati va inson qalbining iliqligi mujassam. Bu yerda tug'ilgan har bir iste'dod qalbidan chiqqan so'z orqali millat ruhiyatini boyitib keladi. Ana shunday ijodkorlardan biri Shirinzabon shoir, g'azal mulkining munosib davomchisi, tarixiy asarlar, hikoya va qissalar muallifi Farid Usmondir. Farid Usmon 1946-yil 1-avgustda Andijon shahrida oddiy ishchi oilasida dunyoga kelib, bolaligidanoq ilm va adabiyotga qiziqdi. O'zining ilk bilimlarini Andijondagi 14-sonli maktabda oldi. 1966-yildan boshlab uning ilk she'rlari matbuotda ko'rina boshladi. 1976-yilda esa yoshlik bayozida chop etilgan g'azallari Erkin Vohidov tavsiyasi bilan e'lon qilindi. 1979-yilda shoirning ilk kitobi Vodiy g'azallari nashr etildi. Bu to'plam Abdulla Oripov, Jamol Kamol kabi adabiyot namoyandalari e'tiborini tortibgina qolmay, kitobxonlar tomonidan iliq qarshi olindi va shoirni keng jamoatchilikka tanitdi. Uning g'azallari Nuriddin Hamraqulov, Zamira Suyunova, Yahyo Mo'minov kabi san'atkorlar ijrosida xalq qalbiga yetib bordi. Bu esa shoir ijodining xalq qalbiga yaqinligini yana bir bor isbotlaydi. Shoir bolalar adabiyotiga ham katta hissa qo'shdi. Uning bir juft binafsha, Quyosh rasmi, Quridim qudug'i afsonasi kabi kitoblari yosh avlod tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda ijodkorning 60 dan ortiq asarlari Ruh bulbuli, Quyosh tabassumi, Hayot va hayol, Topganlarim, Vaqtichog'lik gullari, Tilak, Jon qushi, Manzara, Seni sevganim rost, Navoiy tug'ilgan joy, Chingizxon avlodlari, Xonlar tarixi kabi qator kitoblari adabiyot muxlislarining sevimli asarlariga aylandi. Bu asarlarda tarixiy manbalar, muhabbat, sadoqat, hayot falsafasi va inson qalbi nozik kechinmalari tarannum etilgan. Farid Usmon nafaqat shoir, iste'dodli ijodkor, o'ziga xos nosir bo'lish bilan birga faol tashkilotchi, fidoi murabbiydir. U yoshlar bilan doimiy muloqotda bo'lib, ularni kitobxonlikka va adabiyotga oshno etdi. U jahon qardosh xalqlari adabiyoti bilan ham tanishib, o'z ijodiga yangi ruh va mazmun bag'ishladi. Ijodkorning har bir yangi asari Axborot kutubxona markazi fondiga birinchilardan bo'lib kirib keladi va kitobxonlar qalbida katta qiziqish uyg'otadi. Uning yangi kitoblari har doim intiqlik bilan kutilgan, qo'lma-qo'l o'qilgan asarlarga aylanib, muxlislarining ma'naviy ehtiyojini qondirib kelmoqda. Farid Usmon yarim asrlik hayoti davomida ijod bulog'ini quritmadi. Aksincha, uni yanada jo'shqin va sermazmun qildi. Andijonda hali hamon bir ishqli dil urib turibdi. Bu Farid Usmon qalbidir. Chunki haqiqiy she'riyat bolalikdan boshlanadi va adabiylikka aylanadi.